Nodir Normatov Zulayho. Yozuvchi Nodir Nurmatovning ushbu romani Surxon vohasining olis tog' oralig'idagi qishloqda yashaydigan zamondoshlarimiz hayotiga bag'ishlangan. 20-asr oxiri, 21-asr boshida ro'y bergan voqealar oila silsilasida bugungi kun qahramonining hayotidagi ziddiyatlar, iztiroblar, psixologik holatlar, ichki kechinmalar badiiy bo'yoqlarda tasvirlangan. Xotira va hayot, burch va tanazzul, yorug'likka intilish va o'zni anglash yo'lidagi urinishlar o'ziga xos psixologik sujet asosida ko'rsatilgan. Ayni paytda hayotiy lahzalar bilan majoziy tamoyillar uyg'unlashib ketgan. Zulfiqor yana bir chalib ko'rdi. Nay nolasi bu gal mayun-u mahzun chiqdi. Istaganini topganday edi. Lekin dili taskin topmadi. Battar siqildi. Naydan najot tilagandek uni ikkala qo'li bilan mahkam siqdi. So'ng silab bag'riga bosdi. Shu o'tirganicha Karim Nabi bovaning bu nay menga otangdan qolgan edi. Bir paytlar dunyo ko'zimga qorong'u ko'rinib, yashagim kelmay qo'ygan paytda o'sha odam menga shuni bergan. Chalsang ko'nglingdagi g'ubor ketadi, naq yo'lga tushasan deb aytgan edi. Aytgani bajo bo'ldi. Endi uning menga keragi yo'q. Zora shu nay senga ham asqotsa degan gaplarini esladi.